Assalomu alaykum do'stlar. O'sha bosh miyada aynan o'smalar onkologik kasalliklarni operatsiya qilib davolash uchun operatsiyadan oldin aynan xirurgga operatsiya uchun kerakli zarur bo'ladigan tekshiruv usullari va albatta texnologiyalari haqida gapiramiz. Bu texnologiyalardan dastlabkisi bu bosh miya MRT tekshiruvi, magnit rezonans tomografiya, yuqori aniqlikka ega va o'simtani aynan lokalizatsiyani aynan qayerda va qanday joylashganini aniqlab beradi. Standart magnit rezonans tomografiyada ko'pincha ko'p narsalarni ko'rib bo'lmaydi. Shuning uchun magnit rezonans tomografiyada angiografiya rejimi, qon tomirlar rejimi, traktografiya bu miyani muhim o'tkazuvchi yo'llarini aniqlab ko'rsatadigan tekshiruvlar bo'ladi. Keyingisi bu o'sha kompyuterli tomografiya. Bu aynan qattiq, ya'ni suyak to'qimasini qalinligi, suyakni va miyadagi o'simtalarni zichligini, qattiq yoki yumshoqligini aniqlab beradi. Bu asosan o'tkir travmalarda, qon quyilishlarda juda yuqori spesifiklikka, aniqlikka ega. Bularda yordamida biz o'sha diagnoz qo'ya olamiz. Aynan bosh miyani qaysi qismida o'simta bor va nimani aniqlab turibdi. Traktografiya bizga bosh miyadagi o'simtani aynan miyani o'tkazuvchi yo'llarini qayerida bosib turganini aniqlab berishdan tashqari bizni yo'limizni ham tanlab beradi. Ya'ni bizlar ko'proq asosan miyani xavfsiz zonasidan, ya'ni o'sha o'tkazuvchi yo'llarni zararlamasdan, ularni chetlab o'tgan holda kirishimiz kerak. Endi miyani ochganimizdan keyin butun boshli miyani po'stloq qismi ko'rinadi. Miya ichi o'simtalarida uni aynan ko'z bilan ko'rish, chamalash mumkin bo'lsa ham o'tkazuvchi yo'llarga zarar yetkazyapmizmi, yo'qmi, buni aniqlash imkoni juda ham qiyin bo'ladi. Shu sababli traktografiyadan tashqari intraoperasion neyromonitoring bizga katta yordam beradi. Bu neyromonitoring 1 mm gacha bo'lgan aniqlikdagi yo'nalishlarni ko'rsatib beradi va bizlar miyani ochdik, miyani po'stlog'i turibdi, miyani po'stlog'i urib turibdi, lekin aynan qaysi soha xavfli, bizlar ko'rib turgan instrumentimiz tegib turgan joyda muhim markazlar bormi? Bu birinchi savol. Aniqroq birinchi savol. Aynan shu joyda miyani o'simtasi bormi? Ha, bo'ldi. Aniq bo'lsa, bu yerda muhim markazlar qayerda va qayerdan kesishimiz kerak? Bu narsalarni aniqlik qilish uchun intraoperasion neyromonitoring kerak bo'ladi. Va bundan tashqari intraoperasion neyrofiziologiya, ya'ni miyani funksional holatini baholab turadi operatsiya davomida. Ya'ni insonning miyasini muhim bir funksiyalarini aynan intraoperasion neyromonitoring yordamida biz aniqlaymiz. Masalan, bu gapirish bo'lishi mumkin, harakat bo'lishi mumkin va shularni stimulyatsiya qilish orqali bo'ladi. Hozirgi kunda juda keng qo'llanilyapti bu intraoperasion neyromonitoring. Asosan miya gliomalarida, miya uyg'oq jarrohligi, ya'ni miyani bu odamni, insonni uyg'otib, inson bilan suhbatlashgan holda ularning muhim qobiliyatlarini saqlab qolish. O'zbekiston sharoitida bu asosan hozir nutq va harakatga qaratilgan bo'lsa, chet ellarda bu muhim bir talantlar, masalan, muzikantlarni mashhur o'sha muzikalarini chala bilish kerak. Xotirasidan o'chib ketmasligi uchun ham mana shunaqa intraoperasion neyromonitoring qilinadi. Mana shu tekshiruvlarni qilganimizdan keyin intraoperasion o'sha navigatsion sistemada avvaldan bizlar bir kun oldin plan qilamiz va aynan qaysi nuqtada, qayerda xavfsiz kirib olish mumkin va keyingi kun operatsiyada aynan shu yo'lni tanlab biz operatsiya jarayonini amalga oshiramiz. Mana shu gapni oxirida nima demoqchiman? Bu hamma narsani hal qiluvchi avvalo inson omili, inson faktori, lekin texnologiyalar bilan inson juda kuchli. Tasavvur qiling, bizning fantastik filmlarimizdan Kapitan Amerika yoki bo'lmasam Doktor Strange'ni ko'rgansizlar. Texnologiyani hisobiga ularda juda ham cheksiz imkoniyatlar paydo bo'ldi. Mana shu cheksiz imkoniyatlarning paydo bo'lishiga aynan texnologiya sababchi. Shunday ekan, barchangiz sog' bo'lasiz degan umiddaman.